33. Ögdilmiş aleyki elçilikka avatish uchun qandaq odam bo'lishi kerakligini aytdi. Ögdilmiş javob berib dedi: "Ey Aley, bu ishqa nayt ko'p bilim ishlatish kerak. Elchi hamma kishilarning sarxili bo'lishi kerak. Bilimlik, idroklik, nayt yuraklik bo'lishi kerak. Xudoning qullari ichida eng tanlang'ini kishilarning yaxshisi uning elchilari edi. Har turlik ishlar elchi bilan putidi. Ko'rkam ishlar elchi vasitasi bilan qo'lga keladi. Elchi bak idroklik, ig'ir besiq bo'lishi, bilimlik bo'lishi, so'zga ta'bir bera oladigan bo'lishi kerak. Yana so'zning ichi teshini bilishi kerakki, buning bilan zimmasiga olgan ishlarni o'rindiya olasin. Jahon so'ragan, xalqqa boshchilik qilgan bag, bilimlik va yaxshi odam nima deydi? Angla. Ko'pning ichidan tanlangan kishi aqlliqni bil. Bilimlikni xalqning cho'ng qil. Qaysi ishda idrokni birinchi o'ringa qo'ysa, shu ish bir boshqa chiqadi, buni ko'p sinadim. Dana qaysi ishga bilim ishlatsa, shu ishga erishidi, natijani qo'lga keltira oladi. İdrak ishqi silinsa, bilim boshchilik qilsa, kishi qilmoqchi bo'lgan har qanday ish o'ngishliq bo'ladi. Elchi ko'zi ko'ngli to'q, sodiq bo'lishi, ish harakati ishonchlik, durust va to'g'ri bo'lishi lozim. Sodiq xizmatchi bagning foydasini tilaydi. Bagning foydasini tiliguchi begini chin ko'ngildan so'yidi. Begiga naf beradigan sodiq kishini bil. Sodiq kishiga erishsang, uni o'z bag'ring deb hisobla. Sodiq xizmatchi jon jigarga o'xshaydi. Balki jon jigardan yaqinroq yurak qiyniga o'xshaydi. Oshko'z odam o'ziga hokim bo'lolmaydi. Oshko'z kishilar elchilikka yarmaydi. Ko'zi to'q odam kambag'al bo'lsa-mu, boy hisoblanadi. Chidamli, qanoatchan kishi hamma ishga qodir bo'ladi. Oshko'z odam tamaxo'r keladi. Tamaxo'rlik yomon odat. Tamaxo'r odamlarning nomi tilamchi. Ko'zi to'q kishi nima deydi? Angla. Ko'zi to'q kishilar eng boy kishilardir. Oshko'zlik kimni kambag'al qilgan bo'lsa, bu dunyoning barliq ne'mati uni beytanmaydi. Kimni tamaxo'rlik qul qilib olgan bo'lsa, uningdan faqat o'lim bilan ozod bo'ladi. Oshko'zlarga pand nasihat qilguvchi va bilim berguvchi kishi teg'imi yaxshi aytgan. Inxki to'liq boy bo'lay desang, ey mard, shavkatlik ko'ngil boyligini tiligin. Ko'zi to'q qanchalik qul bo'lgan holatdami bagdur. Oshko'z odamning bagligidan qulluq yaxshidir. Qaysi bag oshko'z bo'lsa, u gadoy kambag'aldir. Qaysi qulning ko'zi to'q bo'lsa, u bagdur, ko'ngli boydur. Elchi hayoliq, ig'ir besiq ham xushbeil bo'lishi kerak. Xushbeillik bilan turli bilimlarni bilish kerak. Hayo bo'lmasa, odam qo'pol, past bo'ladi. Kishilar hayo bilan ishonchli harakat qila oladi. Ig'ir besiq odam muloyim deb ataladi. Xushbeil, siliq bo'lsa, so'ygiga sazovar bo'ladi. Odamda zeraklik bilan bilimmi bo'lsa, shu bilim bilan hamma ishga qo'l uzata oladi. Bu beytni o'qig'in va nima deganligini angla. O'zingning ishini bilim bilan boshla, bilimni o'zingga hamroh qil. Har ishni idrok bilan tushunib, bilim bilan bil. Kuning qutlug, yillaring saodatlik bo'lsin. Zeraklik bilan kishi tilikiga yetadi. Oldi bilan bilim o'gan, aql top, ondan ishga kirishkin. Elchi zeraklik bilan turlik yiziqlarni bilsin. Yiziq bilsa, kishi ondan chechan bo'ladi. Yozalasa, o'qiyolasa, so'zni tushunsa, kishi ondan o'zini olim qila oladi. Elchi har xil hunar fazilatni to'liq bilsa, bu fazilatlar bilan kishi yuzini yo'riq qila oladi.
Elçi kitaplarını okup sözlerini düşünəlisin. Şiirlarını okusun ve özümüz şiir yazsın. Nujum ilmini, tip ilmini bilsin. Çüş öğriyəlisin. Çüş onun öğreginidek bolsun. Hesap ve hendeseni bilsin. Adet cezrəni ve meydan ölçeşini bilsin. Yine damka şahmat oynaşını yaxşı bilsin. Raqibleri onundan rasa mat bolsun. Çavgan oyunida mahir bolsun, oqmu atalısın. Quşçılık ve ovçılıkta dünyada aldınqı qatarda bolsun. Her xil tillarını bilsin, sözleyəlisin. Her xil xatlarını bilip yazalısın. Ani şu barcha bilim fazilatlarını bilgendila, bundaq elçi tilakka loyiq bo'ladi. Elçi yaman, yaramaz, boş bir adam bo'lsa, shubhisizki u bağan yerda bagning e'tibori qolmaydi. Elçi bo'lib bağıcı kishi bak yaxshi bo'lishi, har turlik ishda yuraklik harakat qilishi lozim. Uningga necha turlik hunar ishlasimi, raqiblarini utib, hurmatga ega bo'lishi kerak. Qandaqla bir kishi uningga so'zlasa, tushunib bilishi, lekin maxfiy tutishi lozim. Elçi har xil hunar fazilatlarni bilsa, begining nomi yuksiladi, elde ulug' bo'ladi. Bu ishlarni biladigan mo'ysbit nima deydi? Angla. Bu so'zni tushunmagan kishining aqli yo'q. Kimning hunar fazilati bo'lsa, uning nomi chiqadi. Agar hunar fazilati bo'lmasa, nomsiz qeriydi. Kishi fazilati bilan ustun turadi. Hunar fazilati ko'p bo'lsa, kishi ushqandek yuksiladi. Kishi fazilati bilan qo'lini uzartsa, egiz tog'ning beshini egib, yerga engishtiradi. Elçi söz tushunadigan, hozir javob bo'lishi kerakki, so'ralgan so'zga to'g'ri javob bera olsin. Elçi may ishmasligi, o'zini obdan tuta olishi kerak. O'zini tuta olgan kishi baxtning egisi bo'la oladi. Bilimlik may ishsa bilimsiz bo'ladi. Bilimsiz mas bo'lsa, uning nemisi qoladi? May bilimga, aqlga dushmandir. Mayning nomi haqiqatan janjal g'avg'odir. Qanchalik bilimlik, idroklik odam bo'lmasin, ichimlikka beriladigan o'z ishini buzadi. Qanchalik hayoliq, siliq, qiliqlari o'z kishi bo'lmasin, may ichidikan barliq qo'polliqlarni qiladi. Afsuski, kishilar hayo, aql, idrok va bilimni ashu nopak ichimlikka berib etadi, ay go'zal. May ishma. May ishsa kishining baxti ketadi. May ish kuchining nomi sarong talva bo'ladi. Qeringa ichimlik kirsa, so'zni sirtqa chiqaradi. Chiqqan so'z yenib kelib, o'zingni o'rtaydi. Bu beyt aytquchi nima deydi? Angla. O'qig'in, uning ichi teshi echiladi. Agar mas qilg'uchi ichimlikni ichidikansan, ko'ngil siringni ochding va ichingdikini sirtqa chiqarding. Bilimlik may issa bilimsiz bo'ladi. Bilimsiz may issa go'dak balaga aylanadi. Elçi tili o'z, dili ochiq bo'lishi kerak. So'zi o'z ham bak aqlliq bo'lishi kerak. Tili o'z kishi singishlik bo'ladi. So'zi o'z kishining ishimi yaramliq bo'ladi. U as ho'shliq bo'lishi, so'zni unutib qolmasligi, qandoq so'zni anglasa, uni ching saqlashi kerak. O'sni chiroyi ko'rkam, qomatlik bo'lishi, chash soqili yasalgan, bo'y turqi kelishgan bo'lishi kerak. O'zi mardona va g'ayrati cho'ng bo'lishi kerak. Kishining qimmati shu ikki narsa bilan bo'ladi. So'zi yumshoq, shekardek shirin bo'lsa, shirin so'zga cho'ngmi, kichikmi yumshaydi. Qara, elchining hamma ishi so'z bilan bo'ladi. So'zi yaxshi bo'lsa, tilikiga erishadi. Davlatman Ali mushundoq bir odamga erishsa, uningga elchi degan nomni basi bo'ladi. Yiroq yot chet yerlargami yoki o'z ichigami uni elchi qilib avatsa bo'ladi. Alining o'g'dilimishki savoli. Ali aytdi: "Buni angladim va tushundim. Yana bir savolim bor, uni aytib bergin. Sen mendan yana bir so'zni ayima. Men sana so'zingning haqqini o'tay." Ey zirak!
Bag ishinib xatlarini yozdıradigan putikchi kotib qandoq bo'lishi kerak?